Assalomu alaykum, hurmatli Beliver oilamiz. Hozir To'rtko'l tumanidan kelgan Tozagul Shahirovani super natijasi bilan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men yaqinda xorijdan keldim. Oyog'imda tromb bor edi, varikoz, yurib bilmay operatsiya qildiraman deb keldim. Kelgandan keyin sizlar bilan maslahatlashdim. Sizlar menga shu mahsulotni aytdinglar. Keyin olib ichdim. Olib ichgandan keyin hozir oyog'im yaxshi, bo'shashdi. Kalsiy, kanezim ichdim. İçib oturibman hozir. Xudoga şükürdüm, yaxshi chiqib turibdi. Men narsa boshda ishonmab edim. O'zi bir tabletka bo'lsa buncha kasaldan ichki ayiradi deb. Yo'q. Dim yaxshi effekt berib turibdi menga. Tozagul sizga bu mahsulot qimmatli qilmadimi? Mabodo. Boshda eshitgan vaqtim qimmat ko'rdim, lekin buning natijasi, effekti o'zidan ham qimmat ekan. Odamga yaxshi ne beradi ekan. Şunun hesabına men oyoqlarim yaxshi bo'ldi. Yo'q, men qimmat demayman. Sog'lom ondan ham qimmat. Rahmat. Endi Beliver oilamizga tilaklaringiz, minnatdorchilik. Men shu Beliver kompaniyasına katta rahmat aytaman. Shunda ishlab turgan ustozlarimizga ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Hemmang ichinglar, alinglar sog'lom bo'lib